Milliy sertifikat, matematika, planimetrik masala qaraymiz. Demak, radiusi 25 ga teng bo'lgan aylanaga teng yo'lli asoslari 14 va 40 ga teng bo'lgan teng yo'lli trapetsiya ichki chizilgan bo'lsa, demak, A topshiriqda shu trapetsiyani balandligini toping, B topshiriqda shu trapetsiyani yuzini hisoblang deyapti. Endi nima uchun bu masalani qarayapmiz? U yechilishi oddiy bo'lgan bilan bu yerda mana ikkita hol bo'lib qolyapti. Demak, mana bu holatda, ya'ni trapetsiya ichki chizilganda aylana markazi trapetsiyani ichida yotgan payti va tashqarida yotgan payt bo'ladi. Buni ko'rish qiyin emas. Pifagor teoremasini yozgan paytimiz x teng plus minus 15 chiqadi. Endi birinchi holda demak h1 39 yuzasini hisoblaydigan bo'lsak 27 ko'paytirilgan 39 bo'ladi, chunki 27 o'rta chiziqqa teng. Bu 1053 birlik kvadrat. Ikkinchi holatda minus 15 ni olsak, demak balandlik 9 bo'lib qoladi. Bu yerda yuza 243 birlik kvadrat bo'ladi. Demak, ikkitadan yechimga ega ekan. Bizni kanalimizni kuzatib borishda davom eting. Rahmat.